Tomoshabinlarim, bugun sizlarga o'zim ichadigan biotinim haqida aytib bermoqchiman. Bundan oldin sizlarga polni ichadigan vitaminlar manba ellisinat, manbanisi omega и manba sinkni bundaqa paketchada oldim hammasini olmasdan. Bizga eng muhimi bo'lgani manba magniy glitsinatlar haqida ham. Bu vitaminlar prosta odamni sog'lom ushlab turish uchun, sog'lomni yana ham yaxshilash uchun sink ham, omega ham, manba lizin bu miya faoliyatini yaxshilaydi, xotirani kuchaytiradi deyishga. Biz parikmaxir stilistlar, beauty sferadagilar klientlar bilan ishlaymizda bizga mana shu uxlashimiz kechqurunga, asablarimiz joyiga kelishi uchun magniy glitsinat bizga juda ham kerak bo'ladi. O'zim shundan ichib uxlayman, har kuni kechqurun 2 tadan ichaman va eng muhimi manba kollagen va buni biotini bor. Va bu mana 390 ta ichidagi tabletkalari manbaqa maydaroq. Javnaqa katta emas, tushga ham qiyin emas. Men kollagenni parashoklisini ham ichib ko'rganman. U parashoklisi yutyap turganingizda shunday noqulay edi. Oxirigacha icha olmaganman, kimgadir berib yuborganman oxiri. Поэтому bu nima uchun bu biotin haqida gapirmoqchiman dedim. Biz sochimizga uhod qilishimiz kerak deb ko'p aytaman. Masalan, sochimizga ishlatadigan shampun, balzam, maskalarimiz muhim, rostdan ham yaxshisini, sochimizga kerakini ishlatishimiz kerak. Lekin eng muhim vitaminlar, конечно, bizni uxlaganimizda organizmimizda o'zida ishlab chiqariladi. Organizmimiz o'zida yetishmaganda mana qangi biotin va kollagenlar bizga yordamga keladi va albatta biz yeb ichganimizdan boradigan chalik bo'lmaydi. Masalan, boshingizga ham yoki yuzingizga ham nimadir sursangiz 5% kiradi xolos, undan ortig'i kirmaydi. Bu ichganimizda ichkaridan borgani, конечно, soch uchun juda ham foydali. O'zim bir oydan oshdi ichishni boshlaganimda o'zimdagi o'zgarishlar his qilganligim uchun sizlarga ham ilindim. Конечно, buni men imunda sochim zo'r bo'lsin deb ichganim yo'q buni. Men bunday qilsam bo'ynim qirsillik turadi, ichsizamda qisirlash his qilganligim uchun ichishni boshladim. Bir oyda o'zi qoldi. Umuman qisirlamayapti. O'sha tikka turib ishlaymiz oyoqda, qanday qilib. Конечно, bizda kalsiyum yetishmay qoladi. Kalsiyum ichib turdim, tugadi kalsiyum. Bo'ynimizga, mana bu nimaga foydali bo'ladi deb ichishni boshladim. Atak bu mening sochimga yana ham zo'r foyda qildi. Soch tirnoq uchun juda ham foydali biotin. Xuddi shunaqa kollagen ichishlaydi. Masalan, men narsa chiqarib olyapman, juda ko'pchilikka dastavka qilib sochida problemasi borlarga buni ham qo'shib ichadigan bo'lsang, 2 barobar zo'r foyda qilasizlar. Sochingizga ham bu ham foyda beradi. Ishlatyap turgan mahsulotlaringda yaxshi bo'lish kerak, lekin mandaqa vitaminlarni qabul qilish yana ham yaxshi. O'shaning uchun sizlar bilan bo'lishdim. Ammo bunisi bo'lsa bizni ishimizni orqasidan keladigan stresslarni yengib o'tishimizda bizga yordam beradi. Magniy glitsinat. Magniyni har xillari bor, magniy sitrati bor, boshqachalar bor. Imенно shu glitsinatni asabni tinchlantirib, uyquni yaxshilab beradigan magniy ekan bu. Конечно, shu magniy yetishmay qolganda biz o'sha chiq degan ovozlar ham yoqmay qoladi. Bir xilga arzimagan narsa asabga tegadigan bo'lib qoladi. O'sha narsalarni joyiga keltirib berishga, ya'ni o'sha chiq-chiq-tiqlar qulog'ingizga kirmaydigan bo'lib qoladi-da, ancha asabingiz joyiga kelib qoladi. O'sha organizmda magniy yetishmaganda shunaqa holatlar bo'ladi. Glitsinatligini ichganingizda sizga yana ham yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.